Qarindoshlarimiz aralashishga yo'q deb turib olganman, oyoq tirab turib olganman. Oxiri o'zlari o'zim uchrashaman. Sizlar eplolmayapsizlar deb o'zlari chiqqanlar uchrashuvga. O'shanda aytganlar, menga sizdan hech narsaga ta'ma qilib uylanmoqchi emasman. Chiroyga ham, boshqa narsaga ham men haqiqatda yaxshi ko'raman. Shuning uchun olmoqchiman, baxtli qilmoqchiman sizni. Qizingizga otalik qilmoqchiman deb olganlar. Qizim ham qondosh otasini tanimaydi. Xo'jayinimga ham ko'p aytardim, o'rtoqlaringiz, og'aynilaringiz bor desam, agar shu narsa uchun mendan kechadigan bo'lsa, unaqa oshna og'aynilar kerak emas degan. Hech kimning gapiga qaratmasdan shunday tepaga chiqarib qo'yganlar-da. Alhamdulillah. Hammasi uchun rahmat deyman turmush o'rtog'imga. Otamdan keyingi eng katta qalqonim shu turmush o'rtog'im bilan. Farzandlarim menga o'xshamasa ham shu turmush o'rtog'im